Tak, barchaga Take Profit do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun bizada 11 mart 17:12 O'zbekiston vaqti bilan, ya'ni news chiqishiga ozgincha vaqt qoldi. O'shandan oldin bozor holatini birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu kechangi, ya'ni 10 mart uchun qilingan kunlik tahlilli shamchasi bu yerda ko'rib turishimiz mumkin. 91 da yopiladi deyilgan, 88 da deyarli 92-95% o'xshashlik Devir Time switchi. Bugungi Devir Time switchini qilganimizdan sal ma'no yo'qroq, chunki ancha kechroq bo'ldi. Unchalik struktura ham yaxshi emas. Xo'p, hozirda bozor holati nima qilishi mumkin? Hozirda bozor holati bayga struktura esa bayga ketmoqchi bo'lmoqda yoki selga ham ketmoqchi bo'lmoqda. Tak, men bitta 80 dan ko'rsatganimdek, kecha 80 gacha tushdi. Rovna tushganidan keyin tepaga harakatlandi. Hozirda 14 zonaga tushdi. Endi buni taqdiriga keladigan bo'lsak, bu yerda taqdiri juda ham ko'p xil holatda bo'lishi mumkin. Lekin umumiy hisobda selga tushishimiz kerak. Ammo lekin biroq bu shunchaki ideya bo'lib qoladi va selga tushishimiz bo'lsa ham bayga kirganimiz uchun bugun unchalik ko'proq pozitsiyalarni qilmaymiz. Pastdan ishlab olganimiz uchun tak. Bizada bu shunchaki ideya. Prosta yozib qo'yamiz. Shunaqa deb, lekin bu ideya bo'ladi, bu hech qanaqangi prognoz emas. Devir Time switch menimcha nasib bo'lsa ertadan qilishni boshlaymiz. Atak mana shu ideyada turibman. Bu yerdan ham ko'p narsani tushunib olsanglar bo'ladi. Endi bu yerda tanlov o'zingizlarda. Atak 80 zonasidan 15 gacha o'sib berdi. Endilikda yiqilishimiz ham mumkin, o'sishimiz ham mumkin, lekin men mana shu zonalarni ko'proq kutaman bu hafta davomida. Agarda bu zonaga tushmasak, ko'rib turganimizdek mana shu zonalarni test qilib kelamiz. Ajoyib. Hammasi barchaga Take Profit. Yengillikda minimal risk qilishni tavsiya beraman. Bozor holatiga ko'rib keyin ishlasa bo'ladi albatta. Bo'lmasa yana kanalda ideyalar beraman. Charchamanglar, sog' salomat bo'linglar va albatta hammaga hozirgi vaqtda sabr.